Ha, yaxshi qiz, qatga ekan. Ikkita ostanovkadan keyin tushib qolaman. O'tiring. Oy, sovuq, mayli, oynazni yopib qo'ysam? Ha, yopavering. Pechkani yoqib beraymi? Shunaqa qilib qoling, вообще sovuq. Hey, pochcha, pechkani o'chiring. Ketdim. Yaxshi qiz, konfetni oling. Voy, olib keling bu yoqqa. Bu mani konfeti. Anaqa, rosa sho'x qiz ekanlar. Bola bo'lsang sho'x bo'l. Sho'x bo'lmasang bo'q bo'l. Anaqa, mana chetrolarda to'xtatib yuboring, maylimi? Qancha bo'ldi? Yo'q, pul shart emas, tushib ketavering. Voy, nimaga shart emas ekan? Ha? Pul ko'payib qoldimi, pochcha? Bu mashina suvga yurmaydi. Pulga yuradi. Oyimcha, 50-40 bistra. Mana. Ha, Banu. Seni umuman tarbiyang yo'q-a? Tarbiyamni voshing gapirmay, xo'pmi? Shunda hamman berib qo'yibman, ha? Sen qiz yana telefon o'ynab o'tiribsanmi? Yig'ishtir telefonni. Hap. Nima qilasan sen? Bor musullarni to'kib kel. Mamma. Sen qizchi? Hap. Astag'firullah. Sen qisomatsan. Oy, shu xotinam serial tugaguncha 10 teriga tegdi-ya. Eriga to'ymadi bu. Bujon, Ha, pul bering. pul nima qilasan? O yeshidan qarsildoq yostiqchalarim tugab qoldi. Shuni magazindan sotib olmasam sizga xo'p demayman-da, buvi. Sen qiz magazindan to'yasanmi? Buvi, siz bitta narsani tushunmayapsiz. Bu qarsildoq yostiqchalar odamni настроениясini ko'taradi. Понятка, babushka? Da, понятка. Ya bismillah. Oy ishini hop degiz boradigan qarsildoq yostiqchalaridan olib keldim. Qani bolam, tez onangni chaqir. Nimaga? Hammadan ham ko'p shuni onang yesin. Buvi, bu kelinlarga vopshim ta'sir qilmaydi. Yo'q,